Zapis ketdi. Bu hisobimiz bo'yicha 4-qism Minecraft serveri bo'yicha. Bugungi videoda saytimizni yangilaymiz. Boburimiz bizani light coderimiz bunaqa chiroyli sayt qilibdi. Yoshda o'zi light code yaxshi ko'radi. Shular nega yo'q? O'shiri sekin boshlanadi. Bo'ldi, tushundim. O'z original ashlasida. Ozgina birinchi maqsadimiz hozir editorda ochaman buni. Ozgina joylarini to'g'rilab olamiz, o'zimizga tegishli qilib. Ishlamaydigan knopkalarni olib turamiz, bekitib qo'yaman vaqtincha. Keyin GitHubga yuklab, GitHubdan serverga yuklaymiz. O'shanda GitHubda 2-3 ta odam ham bu proyekt ustidan ishla oladi. Xo'p, bir chetdan GitHubni ochib, GitHubda qilishlarni ko'rsatib qilamiz. Xo'p, birinchi o'rinda bitta repozitoriy ochib olaylik. Bunaqa deymiz. Uzgame dev devs Minecraft. Description shart emas, public emas, private qilamiz. Qolganlarga ochib beramiz. Bilmadim. Qiziq bo'larmikan? Bilganmi? Private bo'lish kerak. Bo'pti, private qilamiz. Yaxshilab izohlarda so'rasanglar tashlab beramiz. Add readme file qo'shib beraversin. Git ignore qo'shib bersin. Biz HTML da yozamiz. Shart emas git ignore. License. Mana shu license o'zi qiziq narsa. Ko'plar ahamiyat bermaydi, no juda qiziq narsalar bor bu yerda. Masalan, исходный kod yozsa, masalan, qaysidir license kommersiyaga ishlashga ruxsat bermaydi, prosta o'zini proyektlar uchun ishlashga ruxsat beradi. Qaysidir open source kommersiyaga ruxsat beradi ishlatishga. Xullas, o'shanga qarab har xil lisenselarni tanlovsa bo'ladi. Bu ko'pincha publicliga qo'yiladi, ko'pincha publicliga. Private'ga ham qo'ysa bo'ladi, masalan, faqat o'zi uchun ishlatadi, avtorskiy prava ham bo'ladigan qilib lisense yaratsa bo'ladi. O'zi lisenselarga tegishli bir alohida video ham chiqarsa bo'ladi. Qiziq tema. Xo'p, create repository. Repository ochildi. Endi bu repozitoriy biza lokalni ochib turib, bu yoqqa Bobur yozgan ishodniklarni tashlaymiz. Keyinchalik push qilish uchun. Xo'p, mana bitta gitga putni kopiya qilib olamiz. Men PyCharmda kod yozaman, o'shaning uchun PyCharm ishlataman. Xo'p, VCC bu eski anaqamiz, hozirgi turgan Minecraft websaytida GTA 5 uz. Bu yoqqa ham yetib kelamiz, Bobur, lekin GTA 5 ham ochilib ketdi. O'zini qara eslatgandim. Birinchi ash Minecraft ko'raydi, qanaqa bo'lar ekan. Xo'p, VCC da git clone chiqish kerak, lekin version control ochiq, o'shan git clone yo'q. Buni boshqacha qilamiz. Ham bitta new qilamiz. New project. Kodda ham yo'q ekan. Clone project. Bitta VCC ni yoqaylik. O'shda clone chiqadi. Git clone. Mana shu URL yozamiz. Anaqa accountim bor ekan. O'shani ham ishlatsa bo'ladi, в принципе, qilish kerak. Accountim ulangan qilsa bo'ladi. Xo'p, ochildi. Uzgame dev Minecraft readme. Mana shu joyga uje kodlarni qo'ysak bo'ladi. Endi demak, buni ikkitasini kopiya qilamiz. Mana bu yoqqa paste. Okay. Gitga sразу qo'yishingmi deb so'rayapti. Add deymiz.
So gitga qo'shiladi. Endi git ham push ham qilsa bo'ladi. Hop, saytni ochamiz. Уже to'g'rilashni boshlaymiz. Xo'p, birinchisi eslatma Minecraftni yuklab oling и Minecraftni yuklab olish. Bu yoqqa biz link qo'yishimiz kerak. Hozircha ofitsialniy saytga ketyapti. Serverga qo'shilish uchun teparoqda Minecraft mana yo'q pastroqda. Mana ссылкасы. И mana shu yoqqa biz o'zimizning ссылкani qo'yamiz. U to'g'risi esimda yo'q, o'shanga eski proyektimizni ochib pochtadan copy paste qilaman. Mana shu URL. Hop. Shu yerdanmi, damashda. Bo'ldi. Skачать knopka ishlaydi. Serverda ishlashi kerak har holda. Lokalni ishlamaydi bu knopka. Buni serverga upload qilganingizda ishlaydi. Chunki men serverga yuklaganman. Imенно mana shu bo'ldi. Xo'p. Keyingisi ikkinchi shagi nima ekan? Kerakli faylni yuklab oling. Mana shu yerda almashtirsak-da sal. Soddalashtirib, ko'p o'yinchi rejimida server ma'lumotlarini kiriting deymizda. Bu yoqqa kerakli fayllarni yuklab oling o'rniga kiriting deymiz. Nima anaqa men buni просто удалить sug'orib turib, shundoq uni tepasiga move qilsangiz bo'lar ekan. Men rejam bor bu yoqqa qilish. Men bu blogin juda chiroyli-da. Men buni bu yoqqa ikkitasini qo'shaman. Bu knopka ham bor. Yana ham bor. Men shuni hozir birlashtirmoqchiman. Okay. Hop, buni paragrafni sirga qo'shsak, chiroyli bo'ldi. Server deymiz. Hop, versiya o'zi kerak emasmi bu narsalar? Server nomi qolsin, bo'pti. Server manzilida mana bu IP adres bo'ladi. Server manziliga mana bu IP adresni qo'shamiz. Fayllarni yuklab olish o'rniga kopiya nima bo'ladi? Ko'chirib olishmi? Ko'chirish deyiladi. Keyinchalik o'zi ikonkasi ham qo'ysa ham bo'ladi. Kopi mana bu yoqqa. Knopka oldiga kopi ikonkalari bor. Bossa tekst qilib anaqa qiladimi shuni? Hozir qilib beraman shuni. Bu uchun oddiy on click event qo'shiladi. Ya'ni aytamiz, bu knopka bosilganda kerakli faylni yuklab oling emas. IP adresni kiriting deymiz. Hop, ko'chirishga biza event yozishimiz kerak. Bo'ldi. To есть on click bo'lganda bu ishlatiladi. Skriptimizni yozib qo'ygan edim. Просто copy paste qilib yoqib qo'yamiz pastroqga. Skriptlar bo'tdi ekan. Alohida qiling. Skript bunda olib turib qolsin. Bitta tekshirib olamiz, skriptimiz ishlayaptimi? Copy the text bo'tdi и bum ishladi. Link olib tashlasa bo'ladi, chunki tepaga otib yuryapti. Link turdi-yu. Link. Mana bu href metod olib tashlaymiz, chunki tepaga otib yuryapti. Unda qilsa tepaga otmaydi. Copy paste qilyapti. Yaxshi. Qolganlarini endi ixtiyoriy, bobur men bilan o'chirib tashlamayman to'liq. Просто komment qilib qo'yaman, okey?
Mhm. Demak, Yo'q, nima qilsa o'chirib tashlayvering, keyin masak qilib update qilib keturamiz. Hozir o'zida to'g'rilaveraylik. bundoq qilsa prosta komment bo'ladi, ko'rinmaydi. Ikkita shart. Ha, okey. Xohlasang qoldir. O'zi axlat qoldirish yaxshi anaqa emasmi? Balki ishlatarsan. Bu baribir ham anaqamizda bor-ku, bizda kopiya anaqamizda bor-ku. Bormi? Bo'ldi, Ha, tashlayman. ha. Mana shu yerda to'g'rilab keyin menga tashlab bersangiz, men keyin buni yengillashga tushib keturaman. Hop, buni yaxshi. Veb-sayt nima bunaqa kichkina ko'rinyapti? Men tushunmayapman. Men kompyuterimda bunaqa emas-edi lekin. Chunki ekranim katta mani. 27 diagonal. Katta ekranga menimcha adaptiv anaqa qilinmagan. Xo'p, so'nggi videolarni ham YouTube'da barcha videolarni ko'rish. Qovursin, mana buni bekitib turamiz. YouTube. Buni anaqa qilmoqchi edim, o'sha YouTube videosi bor-ku, tirsiq o'rtadan o'zi chiqadi. Uni ham qo'ysa bo'ladi. Tak, YouTube. So'nggi videolar. O'zi nima deysiz? Olib tashlash kerakmikan yoki? To'liqmi? Yaxshi narsa lekin, yomon emas. Tutorial o'qib qoldirsa bo'ladi. Keyin bu yerda chunki anaqa keyinroq aytaman bu narsani men. So'nggi videolar. Bizning videolar YouTube mana shu joyi kerak menga. O tepada ekan. Pastda naborot. Skriptlari turibgan ekan bu yerda. Men divini yopib tur ekan, to'liq qarasam da bu yerda. Skriptlarni titkilash anaqa niyat yo'q. Men YouTube sectionni men yopib turaman. Chunki yaxshi ishlamayapti. Okay? To'g'ri. Prosta komment qildim-da. Xo'p, buni qildim. Tak, Telegram. Amrani o'zi anaqasini to'g'rilashim kerak edi nima edi? Tekstlarini bu prosta AI bilan to'g'riganman. Keyinroq o'zi to'g'rilaveraman. For example, Englishga o'tkazsangiz boshqacha chiqadi tekstda. Так, хорошо, okey. Keyin o'yinni boshlash yaxshi. O'yin boshlashsa zo'r. Yaxshi. Bo'ldi. Prinsipiy bo'ldi. Men bu tarafdan, kod tarafdan anaqa qildim. Vroде hammasini to'g'riladim. Release qilsa bo'ladi. Xo'p, release qilishda git push qilamiz. Tepada ekan. Bitta knopka bor, o'zi galочка bosiladi. Bitta faylni ko'rib chiqamiz. Keyin commit yozamiz. Xo'p. Commitda first init deyiladi. Odatda birinchi o'sha push qilayotgan fayllar bo'lsa. Commit and push deyiladi. Push ketdi. Push tayyor bo'ldi. Yaxshi. Endi savolim, nima first edit deyiladi? O'zim uchun emas, anaqalar uchun deydi-ku. Xo'p, mana push bo'ldi hammasi. Endi xuddi shu gitdan biz anaqaga serverga yozamiz. Xo'p, serverimizga biz Terminus programmasi orqali ulanamiz. 45. Tak, change dir var 3w ls. Mana shu Minecraft web turibdi. Mana shu repozitoriy yozga qo'yamiz. Git clone turib, mana buni yozamiz. Login so'raydi, parol so'raydi. Teramiz. Avtorizatsiya, invalid username and password. Yana bir marta terib ko'raychi. Lekin men parolimni nega bunaqa qo'ydi? Oxirgisi. Shunaqa edi parolim lekin. Token bilan xolatdim. Hozir token qilib ko'ramiz. Token.
repository settings yo'q, bu emas. Settings token Tamam. rahmat. O'zi Gitda har doim adashaman shu tokenni yaratishda. Da o'zi anaqa interfeysni qiyin qilib tashlabdi. SSHmas repository copilot application appearance account mana qidiraman har doim create token GitHub desam GitHub token settings o'zi chiqib keladi. Qattandir bo'lsa ham. Tak, generate new token deymiz. Generate file classic. Bu ham yangi narsa chiqaribdi, oldin bilmasdim. Klassический metod bilan yaraturamiz. UseGameDev uchun deymiz. Expired'da yarim yilga beryapti. Hop. Full control private. Select scopes. Hech narsa scope qilmasdan qilaylikchi. Hop. Tokenni kim shirib tashiyman qilib bo'lgandan keyin. Oy. Git clone bu emas. Nima qilamiz? 403 yaxshi. Anaqa berishimiz kerak tokenga. Dostуп permissionimiz yo'q ekan. Repoga beraylikchi. GitHub o'zi uязвимый edi, ko'plarni vzlom qilishganda mana shunaqa qiyin qilib tashlagan. Anaqasini aksesslarini. Qaranglar, klon qildim. Klon qilyapman-da, tokenni o'chirib tashlayman. Kim aqllilar kopiya qo'ygan bo'lsa, unutinglar. Token ishlamaydi. Hop, tak, ketdi. UseGameDev Minecraft deymiz. UseGameDev Minecraft. Ima shaqqi index. Demak, mana bu papkadan, eski faylimiz turgan papkadan yangi turgan fayl deb papkaga biza anaqamizni, routimizni o'zgartirishimiz kerak Nginxda. Ketdik Nginxga, etc Nginx site available. UseGameDev.uz deymiz. Bu yerda ko'ramiz. Asosiy root bizda anaqaga turibdi. Minecraft webga turibdi. Mana shu biz almashtiramiz UseGameDev Minecraftga. Keyin ikkinchi masala. Anaqa faylimiz, ya'ni o'yin fayli ham Minecraft webga turibdi. Hozir biz Minecraft webdan skachas qiladigan fayl bor. Uni ham mana papkaga almashtirib move qilamiz edi. Bu yerda birato'la zaminga chiqib ketaveramiz. O'shanda Nginximiz yangi saytni ochish kerak. Okay, ls deymiz, change dir ls orqaga chiqamiz. Minecraft webga kiramiz. Ham faylimizni move deymiz. Minecraft web orqaga UseGameDev Minecraftga kopiya qilamiz. Bo'ldi. UseGameDev Minecraft o'tdim papkaga. Hop, kim tez qilib tashladim, tushunmay qolgan bo'lsa, naglядно ko'rsataman nima bo'lgani. Select host qilamiz. 45 ga ulanamiz. Root kerak emas bizga, var. 3W. Xullas, mana bu yerda papkadan, eski papkadan
yangi papkaga rootni almashtirdik. Keyin mana bu faylni kopiya qilib yubordik. Oldin mana bu yerda turuvdi. Eski sayt bilan birga hozir yangi saytga kopiya qilib qo'ydik papkasiga. Hop. Endi bitta restart beramiz. Nginx'ga ishlashi kerak. Restart qilishdan oldin test qilamiz. Successful. Systemctl restart nginx. Tekshiramiz. uzgamedev.uz. Marhamat. Opa, link Hop, uzgamedevs.uz. To'xtang, men ketdi. Shu Linkdan narsani anaqa yozib olaman. tekshiramiz. Ashla sekin boshlandi. Qani mana eshitdik. Taran tatan. Taratan tan. Taratata. Menimcha ashulaga puch topolmadi. Yo, bor. Adashmasam chiqish kerak. Not found. .uz. Favayka not found. Aha. Shu men uzgamedevs. uzgamedev.uz. Voy, siz olib qo'yibman, sotibman deb. .uz. Bu normal, bor. Woo! Deydi-ku, yaxshi. Let's go. Buni keyin anaqalarni update qilib jo'natib olsam. Bo'ldi. Update qilish uchun men senga alohida o'zingga dostуп ochib beraman, ya'ni repozitoriyga. Men bitta hozir bir to'la tashab qo'yaman, boshqalar ham ko'radi. Qanaqa qilib GitHubda tashlasa bo'ladi do'st. Minecraftni yuklab olaverdingmi? O'ynab ko'ramsan? Nay, yuklab ol. Tekshiramiz. Kopiya anaqasini-chi, borku men tepadan oq chiqadigan emasdi, o'rtadan bundoq chiqadigan qilib qo'yaman. Minecraft yuklab olinyapti. Hop, yuklanguncha men sen ko'rsataman qanaqa dostуп beriladi. Settingsda branch, project settings yo'q, project settings emas. Project settings ekan, to'g'ri. Mana shu yerda contributors degani bor. Rules, text, collaborators, uzr. Collaborator. Hop, mana shu yerda add people deymiz, find people. Tak, e'tiborsang, saniki nima edi? Hozir qarab beraman. Qo'totman GitHub. Emailini ayttir. Qaysi emailni? Jo'natib olaymi sizga? Yoki jo'nat. Hozir ketdi. Latipov. Okey. Hozir topamiz. Точка. Boburxo'ja. U bilan olmas. Xo'ja. Topildi menimcha. Tipov Boburxo'ja. Точка Jasurxo'ja deshmiz. Mana shumikin? Mana shu bo'lish kerak-da. Собачка gmail.com. Voy, bu adashib keldim. Yaxshi hozir bir xos. Mayli, keyin o'zim ko'p past qo'raman. Telegramni ochib. Hop, в принципе bo'ldi. Saytda sen kirmoqchisan-a? Men bo'ldi, o'sha kirib bo'ldim, saytga kirib o'yin yozyapman. O'yinni ya'ni unga kirmoqchisan. Bo'ldi. Unda hozir bu videoni bu qismini tugatsak, saytni qilib bo'ldik, yangiladik. Keyingi videoda в принципе alohida vetkada o'zi o'ynayotganlarimizni ham qilsak bo'ladi menimcha. Yoki mana shuni ham davom ettirib ketsa bo'ladi. O'zi bo'ldi, boshqa yana nima qoldi? Endi administrirovание ham modlarni yozsak bo'ladi. Qiziqroq qilib, ana uylarni buzib bo'lmaydigan. To'g'ri, bu ikkita video bo'ladi. Administrirованiyega bag'ishlangan. Keyin qoidalarni tuzish, ya'ni o'zimizning ichki qoidalar bo'ladi. O'sha polni noldan ko'tarish ekan. Okey.
da qoida deganda kirib o'z cheaterlar, anaqa zadrotlar kirib buzmasligi uchun balansni ushlashimiz kerak-da o'yinchilarning orasida. Qiziq bo'lish uchun. O'z kollaboratsiya bo'lsa zo'r bo'lardi. Обязательно o'zi bitta qichigan chiqib qoladi. Uyi yoqib ketadi, lavalarni quyib yuborishi mumkin. O'shanga. Mayli. Shunaqa. Bo'pti, unda videoni tugatamiz. Bu 4-qism. Keyingi videoda ko'rishguncha